Do'stlar, mana yana navbatdagi zakazimiz bitta. Gibki kamin. Buloqboshida bu. Andijon viloyatida. Молочный bilan qora. Juda chiroyli, sifatli qilib berdik. Aytgan usulida, aytgan razmerda qilib berdik. Bitta egasi молочный bilan qora qilib beringlar. Ashunda однотонный qilib berdik. Eski dovol emulsiya holatida. Ustalar o'zida uyda egasidan bo'lganida biz faqat mahsulotini chiqarib berdik. Kafilnikli tortib, gruntovkani berib, keyin mahsulotini yopishtirgan edi. Gibki kaminimiz issiq-sovuqqa chidamli, mo'yushi bemalol yuvsa bo'laveradi. Kamida 10-15 yilgacha xizmat ko'rsatadi. Bemalol yuvsa bo'laveradi. Молочный bilan qora однотонный qilib berganmiz. Kataloglar ko'p. Har xil usulida, har xil dizayn qilsa bo'ladi. Juda chiroyli ham sifatli qilib beryapmiz. Ustalari ham chiroyli qilib yopishtirgan edi. Gibki kaminda narxlar kelgan bo'lsak, 45 ming so'mda qilib berdik. Kleya laki ichida kesib, tayyorlab. Qiziqqanlar kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Manzilimiz Andijon shahri, Yangi bozorda atrofida joylashganmiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.